Hafta oxirida harorat yana ko'tarilishi kutilmoqda. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekistonda dam olish kunlari harorat yana 38-42 daraja ko'tarilishi kutilmoqda. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Juma kunduzi O'zbekiston hududi bo'yicha 34-37 daraja harorat fondida yog'ingarchiliksiz ob-havo bo'lishi kutilmoqda deya xabar berdi O'zgidromet. Faqat Toshkent viloyati va Farg'ona vodiysi viloyatlarining tog' oldi va tog'li hududlarida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Dam olish kunlari harorat 38-40 daraja, janubda 42 daraja ko'tarilishi mumkin. Lekin respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. O'zbekiston bo'yicha ba'zi joylarda shamol tezligi 13-18 metr/soniya uchishi chang to'zonlar bilan kuzatilishi kutilmoqda. 20dan 22 iyun kunlari Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona vodiysining tog' oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Toshkent shahrida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat juma kuni kunduzi 35 daraja atrofida bo'ladi. Shanba va yakshanba kunlari esa 37-40 daraja kuzatiladi, deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz.